O'zini operatsiyasiga mo'ykada ishlab pul yig'ayotgan qiz Zalola esingizmi? Biz kecha u qizni Turkiyaga, Istanbulga uchirib yubordik. Lekin bu qizimizning sochlarini mutlaqo kalga olib tashlashimiz mumkin. Buni sababi bitta. Bu singlimizning bosh miyasida o'simta bor. Bu o'simtani esa murakkab operatsiya orqali olib tashlash kerak. Lekin operatsiyasini yarmigagina pul yig'ildi. Hozir shu videoga bitta like bosing, shu ehsonga, shu yaxshiligiga, shu qizni hayotini saqlab qolishga siz ham hissangizni qo'shing. Videoni story qo'yib bering, agar shu narsa qo'lingizdan kelsa. Iltimos qilaman, eng yaqin ikkita og'aynizga yuborib qo'ying. 5000 so'm, ko'p emas, 5000 so'm bo'lsa ham ehson qilib qo'ying. Agarda yuzlab insonlar 5000 so'mdan pul yig'sa ham, shu qizni hayotini biz saqlab qola olamiz. Videoda kartalar to'liq oilani o'zini nomida. Va agarda kartaliga pul tasha olmasangiz, poiskdan Payme, Click, Paynet va boshqa ilovalardan shunchaki yaxshilik izlab deb qidirib, ehsoninglarni qo'llab-quvvatlab qilsanglar bo'ladi. Unutmanglar, agar befarq bo'lmasak, hammamiz birlashsak, hozir bitta qiz emas, o'nlab, yuzlab bolachalarni biz hayotdan saqlab qola olamiz. Unutmanglar, hammamizning kuchimiz bir bo'lsagina bizlar katta ish qila olamiz. Abdulboriy Umarov, yaxshilik izlab davom eting.